ishlar. Xo'p. Tahlil bilan mazkur so'zlar nima bo'ladi? O'sha. Analyze, right? Analyze. Okay. Aprelga 3dan ishlab chiqargandi. O'zi may oxiri 28 chiqdi. Endi aprelda boshida 20ta keyin 9ta chiqargandi. O'zi esa 3ta chiqdi. Analyzing bilan mazkur so'z ko'ramiz. Good. Fevral oxiri boshida boshqa guruhda edim va intermediate listeningda va o'sha guruh kitobda ham qiynalgan edim. Ya'ni kam chiqayotganda, lekin hozir praktikadaman va hozir bugun masalan 40 tadan o'tishga ishlaman juda ham zo'r. Good. Thanks. Menga shu 20 ta to'qqiz chiqarganda o'zim shu bitta Is it good? Qanchada chiqyaptimcha? siz kelganingizdan boshlab. Necha oy bilan? Okay. Men o'zim aprelning yarmida kelgandim. Darajam esa past chiqayotganda 25 ta 24 atrofida chiqayotgandi, lekin bu so'zim qariyb 2 oy ichida hozir oxirgi paytda 30 va undan baland chiqyapti. Okay. Asalbek? Avvalambor ustozlar kamerlar uchun katta rahmat. 2 oy oldin men natijam taxminan 28-20 orasida edi. Hozirda 27-28 ta ishlayapman. Asosiy maqsad IELTSdan sizga 9 listeningdan olish. O'shanacha to'xtash yo'q, doim harakatda bilamiz. Bergan bir narsa rahmat ustoz.